Busizmi? Unda videoni oxirigacha ko'ring, chunki videoda aniq paslar berish bo'yicha 4 ta foydali maslahatlarni topasiz. Salom odamlar. Aniq paslar haqidagi foydali video darsiga xush kelibsiz. Paslarni aniq etib borish bo'yicha sizni qiynayotgan 4 ta muammoga javob topamiz. Birinchisi bu albatta zaif internet muammosi. Zaif internet muammosi mana bunday o'yinlarga sabab bo'ladi. Yo'q, bunda sizni videoyingiz yoki telefoningiz qotmayapti. Bu shunchaki o'yindagi holat. Ikkinchisi, bu albatta pas berish uchun to'g'ri futbolchi tanlashni bilish kerak. Bu qanday deysizmi? Mana bu videoda ko'rishingiz mumkin. Fayzullayevdan Shomurodovga va Shomurodovdan yugurib ochilayotgan Masharipovga to'pni berishim kerak edi va men bu yerda xato qildim. Turg'unboyevga to'pni uzatdim va himoyachi to'pni egallab oldi. Yoki mana bu videoga ahamiyat bering. Rafael Leao'dan bitta double touch va oldinga ketayotgan Messiga emas, Saboslayga. Nima uchun? Qarang, Messining oldida bitta himoyachi bor va uni yopardi. Saboslayning oldida esa juda katta bo'shliq bor. Men unga to'pni uzatishga qaror qildim. U o'zi zarba berishi ham mumkin yoki-da Mbappega va bum. Uchinchi maslahat bu albatta kross bilan oddiy pasni ajratib olish, aniqlab olish. Buni aniqlashni juda ham oson yo'li mavjud. Birinchisi, oldinga intilayotgan va oldida kattakon bo'sh hudud bo'lgan o'yinchiga kross beriladi. Ikkinchisi bo'lsa, joyida turgan yoki orqaga harakatlanayotgan futbolchiga pas beriladi. Masalan, mana bu yerdagi Robert Piresga ahamiyat bering. Robert Pires shunchaki turgan edi yoki orqaga harakatlanayotgan edi. Men unga kross berdim va bu xato edi va himoyachi to'pni egallab oldi. Yoki mana bu holatda Cristiano Ronaldoga pasim yetib bormadi. Sababi u ofsayddan qochish uchun orqaga tashlanayotgandi. Unga men kross berdim va himoyachi to'pni egallab oldi. Bunday vaziyatlarda albatta pasdan foydalangan ma'qul. Krossni faqat oldinga intilayotgan futbolchiga berish kerak. Masalan, mana bunday holatlarda. Costa Kurtaga ahamiyat bering. Men kross berayotganimda u oldinga intildi va to'pga birinchi yetib borib, to'pni uzoqlashtirdi. Yoki mana bu videoga ahamiyat bering. Messining ochilishini ko'rishingiz mumkin. Va bum. Bu yerda Messi vaziyatni tushundi va oldinga intildi. Robsondan bo'lsa kross berdim, Robson orqali va Messi deyarli birga bir vaziyatga chiqib ketdi. Yoki mana bu holatda Cristiano Ronaldoning oldida kattakon bo'sh hudud bor va u qochadigan futbolchi va ko'rishingiz mumkin. Bum. To'rtinchi maslahat bo'lsa, raqib himoya chizig'ini buzish. Ba'zida siz hammasini to'g'ri bajarasiz. Paslarni to'g'ri berasiz, krosslarni to'g'ri berasiz, ayni vaqtida berasiz, ammo sizning raqibingiz pro o'yinchi hisoblanadi. Bunday vaziyatlarda nima qilish kerak? Bunday vaziyatlarda paslarni aniq foydalanib, raqib himoya chizig'ini buzish kerak. Ba'zida raqib siz to'p bilan kelayotganingizda, hujumga o'tayotganingizda sizga himoyachi tashlashni o'rniga barcha himoyachilarni orqaga, ya'ni pozitsiyasini yopishga majbur qiladi. Ya'ni orqaga qaytadi siz hujumga o'tayotgan vaqtda. Bunda albatta har bir himoyachi o'z pozitsiyasida qoladi va siz pas berish uchun o'zingizga bo'sh futbolchi topa olmay qolasiz. Bu vaziyatlarda mana bunday yo'l tutish kerak. Ko'p igroklarning qiladigan xatosi faqatgina hujumchilar bilangina hujumga o'tish kerak deb o'ylashadi. Yo'q, agarda sizda boshqa variant bo'lmasa, orqada yarim va orqa himoyachilaringiz mavjud. Ularga pas berib, raqibingizni biror bir himoyachisi o'z pozitsiyasini yo'qotishini kutishingiz mumkin. Bu xuddi shaxmatga o'xshaydi. Sizda orqada ham toshlar bor yurgani. Faqatgina oldi bilan gol urishga intilmaslik kerak. Ozroq orqaga qaytib, raqibingizni biror bir himoyachisi o'z pozitsiyasini yo'qotishini, siz tomonga kelishini kutishingiz kerak. U siz tomonga yurib pozitsiyasini yo'qotishni boshlagandan keyin qarasangiz, bitta hujumchingiz uni yo'qotgan pozitsiyasiga oldinga o'tayotgan bo'ladi. Ana o'shanga kross bilan yoki oddiy pas bilan vaziyatlar yaratib gol urish imkoniyatingiz bor.
believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Yeah, this legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me. You ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what I know. Better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes. Call me aggressive with my flow. Call me offensive even though Joe, I ain't gonna lie, life's tough. Try to get by, life's rough. Try to do it right, it's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I love. Still gonna die for what I love. Still gonna try, I won't give up. Still gonna fight until I've won. They say I'm way too obsessed and I've got nothing left, and I'm not quite there yet.